приглашается файтер, представляющий Наманган, Мухаммад Расул Иброхим Джода. Ozod o'g'lim, hur o'g'lim, har oning huzur o'g'lim, shahdingdan kun yorishsin, yuzi yorug' nur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. El bo'lsa yigit joni, sel kabi jo'shar qoni, vatan desa dunyoni ikki chetga sur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Nafs ipin uzar bo'lsang, baxt ichra suzar bo'lsang, bir esking guzar bo'lsang, avval o'nta qur o'g'lim. Bizning ilm maktabi bo'lgan dunyo matlabi, Buxoriy bobong kabi qilgin tafakkur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Ulug'bek osmonida, yulduz bo'l oy yonida, beruniy ummonida bo'l marvariddir o'g'lim. Elkoriga bo'lsang shay, seni kaftimda tutay, bobong mangu berdiday, o'zni tut mag'rur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. 57 килограмм роста. Он кандидат в мастера спорта по боксу. Представляет Норан Боксинг Наманган, Мухаммад Расул Иброхим Джода. Avlodning baxt kamosi ajdodlarga